bizda Milliy bankimizda bir qancha yengillashtirilgan kredit mahsulotlari bor. Mahsulot turlaridan overdraft, avtokredit, taraqqiyot, yükselish, tezkor, imkoniyat, yengil start degan yo'nalishlarda kredit beramiz. Hozirda overdraft kreditimiz bo'yicha 1 milliardgacha beramiz 24%dan 1 yil muddatga. Bunda garovsiz bo'ladi, faqat sug'urta qaytmaslik sug'urta polisi bilan ajratiladi. Keyingisi bu avtokreditimiz bor. Avtokreditni o'sha yangi nimadan avtosalondan sotib olinishi kerak. Bu kredit bu avtokredit uchun 2 milliardgacha bersak bo'ladi. Yillik 30%dan qo'ysa 25%dan, 40%dan qo'ysa 24%dan 4 yil muddatgacha beramiz. Bunda o'sha garovga avtotransport vositasini o'zi olinadi. Keyingi yo'nalishimiz taraqqiyot degani bu aylanma mablag'lar uchun beriladi. 2 milliard so'mgacha xo'sh 36 oygacha bunda garov bilan o'sha avtotransport vositalarining ko'chmas mulk va likvidlik mulkdan ajratib bersak bo'ladi. Yükselish deganimiz bu faoliyat 6 oydan oshgan tadbirkorlik subyektlari